Assalomu alaykum, Oxunjon o'z kanalining hurmatli obunachilari. Biz o'zaqni kuzatib boruvchi aka-ukalar, chorva oshqozlari, mana bunday simental ishqozlar. Hurmatli obunachilar, bugunda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qurmoq qishlog'i Roshanjon doktor buvamizda xonadonlariga yetib kelganmiz akalar. Bu yerda sotiladigan simentallarda narx-navosini qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib yoritib beramiz akalar. Malol kelmasa bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, mana bu yerda obunacha tugmasini bosib qo'ysalar, biz kiritayotgan videolar birinchilardan bo'lib boradi. 8 milliondan tortib 100 millionga doğru xudo xolasa mollarni chiqarib o'tamiz akalar. Like'ni birinchi o'rinda bosib qo'yasiz. Assalomu alaykum doktor buva. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Charchamasdan. Siz Xushkepsiz. yashang. Omonmisiz aka? Rahmat. Tanigan bilganlar xudo xolasa 2 oy oldin akamizni xonadonlariga kelib video syomka qilgandik. Mana oxiri sotuvda bugun. Assalomu alaykum hurmatli Oxunjonimiz obunachilari, aka-ukalar. Uzoq yaqinda o'zga yurtda, shu elimda, yurtimda, oilamda, farzandimda mehnat qilib yurgan ukalarimiz, akalarimiz hammalaringga Oxunjonimiz kanali orqali alangalik salom. Yashang. Oxunjon, o'sha videoda aytdik, esingizda bo'lsa, aprel oyida qo'yamiz dedik. Ha, aprel oyi. Men kutgan o'zgarish e'tirof bo'ldi. Ha, xudo xolasa. Men kutgan o'zgarish e'tirof bo'ldi. Shuning uchun qo'yishga qaror qildik. Qilganda Xudo xolasa hurmatli obunachilar, sotuvda simentallar, buqalar hammasi. hammasi bu yerda 5 ta novosimiz bor. Aha. Novoslarimiz. Bittasi toza simental, buni mutaxassislar ko'rsatib olishlariga mumkin. Bittasi simentalga gibrid. Ha, bittasi simentalga gibrid varianti. Ammo gibriddan uncha simental orqasiga tegib ko'radigan gibriddan. Ha, gibridda ham haqiqiy original gibrid. Oyoq qo'li yo'g'on, Ishlar ko'rishingiz tomoni joyiga kelgan. Xudo xolasa, aka-ukalar video diqqat bilan kuzatsangiz, yurgizdirib, barcha ma'lumotlarni berib o'tamiz aka. Qanaqa ratsionda boqdingiz, Roshan aka? Bizniki o'sha donli silos, Aha. donli silos, kepak oxirgi 1 oy ichida mana bu reklama emas, ideal ko'rim chiqib qoldi. Aha. Ideal ko'rim aralashtirishni boshladik. Ideal ko'rim 5 ta molga ertalab 1 kilo, kechqurun 1 kilo xolos kepakdan tashqari. Ha. Uni ko'p bermadik. Ideal ko'rimda yaxshi effekt bo'lar ekan. O'zgarish xudo xolasa yaxshi, ya. Ha, biz kutgandan ko'ra yaxshiroq ekan. Encha o'zgarish zo'r. Ha, yaxshiroq. Biz sal aprellarga borib shunaqa o'zgarsa kerak edi, ertaroq bo'lib qoldi, shuning uchun Sotuvda. sotuvga qo'ydik. Ha, bu endi dehqonchilik. Ha. Molimiz bolasi emas, lekin dehqonchilik, ya. Uni ustidan chiqqanda 3 oyligida o'shanda ham aytgandim, 3 oyligida olib kelganmiz uni. Xudo xolasa fermadan ishonchli aka 100%. U dokumentalni olib kelingan, bozordan yoki qo'ldan olinmagan, shu katta fermadan olib kelingan, hurmatli obunachilar. Endi ularda bo'y-basilari qanaqa? Shunday. Bo'y-basilari eng kichigi 1.10 dan kattasi 1.18 gacha. 1.10 dan 1.18 gacha. To'qol hammasi, ya? Ha, to'qoli ham bor, shox kuydirilgani ham bor. Bittasini kuydirilgan xolos. Qolgan hammasi to'qol. Mana novot rangdagilar. Mana molda. Mana Mana novot rang. novot rangi. Eng kuchlisi ham shu o'zi. Boshqacha bo'ladi. Novot rangi. Haqiqiy ishqibozlari, simentalda muxlislar bo'ladi-ya. Ashlar aka tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolasa tonnadan o'tadi, nasib qilsa. Xudo xolasa. O'tsin Xudo iloyim. xolasa. Biz harakat qilsa Allohim berib qolsa tonnadan o'tadi, xudo xolasa. Bir qator Yem-ichish, sog'lig'i bo'yicha uyaltiradigan joyi yo'q. Mutaxassislar kelib bemalol ko'rsatib, doktorni olib keladimi, shuni tushunadigan odamni olib keladimi, bemalol ko'rsatib olaversin. Aha, hamma yo'lga garantiya, qonigacha. Qonigacha garantiya. Oxunjon, o'tgan safar ham aytgandim, yana obunachilar to'g'ri tushunsin, bu videoni ko'rayotganlar. Molni oladigan odam kelib ko'rib olsin. Ha, tepasiga kelib ko'rib Tepasiga olsin. ko'rib olsin. Agar uzoqroqdagilar bo'lsa, odamini jo'natsin. Sababiki biz molni sotgandan keyin mana ishimni bilasiz, ko'p telefonda gaplashganda vaqtim bo'lavermaydi. Men u telefonni ola olmay qolsam, yo telefoniga javob bera olmay qolsam, yo bandman desam, noto'g'ri tushunishi mumkin. Ha, Shuning to'ppa. uchun molni sog'lig'ini, yeb ichishini ko'rib olib ketsin. Kelib, ko'rib, Ha, tepasi. sharoiti bor akalar, Albatta, bemalol. albatta. To'g'ri,
endi ochiqlikdan aytish kerak, bu 8 million, 9 million mol emas. Bu zot yo'nalishiga boqiladigan mollar akalar. Qayerdan bo'lsangiz ham, misol vaqt ajratib kelib ko'rsangiz yaxshi bo'ladi, hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin, lekin mollar haqiqiy original, zo'rlari, xudo xolisa. Endi buni bitta yarimta yurgizib ko'raylikmi? Ha. Xohlagan bitta yechib ko'r. Bunisini. Mashina Yechib. yechib ko'r. Bir qator yechib yurgizdirib ko'ramiz akalar. Yeng. Qo'rada iloji bo'lmadi. Suv aylar ha. Ha, qo'ra ati qo'lam bu sarflab zagon qilgandiku, endi Ashira chiqarish niyat bor edi o'zi asli. niyat bor edi endi. Mayli, Kecha o'zi yaxshi bo'lib qoldi. Kechqurungi yomg'ir nima qildi? kecha kechqurun ozroq yomg'ir yog'gan hisobiga namgarchilik bo'ldi. Lekin xudo xolasa yurgizdirib ko'ramiz. Oyoq qo'llarni ham ko'rasiz. Orqalari ancha zo'r. Bo'ladi aka. To'rtmunchasi sog'. Ha? Oyog'ida asosiy metallar oyog'ida bo'ladi deydi-yu. Yo'q, ha, xudo xolasa. Mana Zo'r. oyoqlar ham o'sha stakan tuyoqda yetar ekan, mana shu stakan tuyoq. Stakan tiyo. Hozir unmasi aralashib qolgan. Gibridni ana ajrab turibdi o'zi. Bitta gibridi bor, ajrab turibdi. Ha, bitta gibridi bor lekin. Buni o'zi endi bo'langachiligi mashina. Hop. Doktor boy endi narx qiziq. Dastlabkasi qayergacha bo'lib beriladi? Yo'q, dastlabki qilib bera olmaymiz. Ha, dastlabki. Meni hayvon yuklaydigan mashinam yo'q, bilasiz. Mashina topish muammo emas. Haligi gaz bo'lmasa ham benzinni bilan mashinani topib beraveramiz, lekin dastlabkasiga biz nima qila olmaymiz. Dastlabkasi kelib yoki birorta mashina topib bering deysa topib berasiz. U muammo emas. Bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa. Narxi donalabgami yo optimiga? Oxirgi biz optimiga aytamiz. Ha. Optimiga 155 million narx aytyapmiz. 155 tasiga. bir joyga. Endi alohida bitta endi hammani ham 5 ta molni birdaniga olish imkoniyati bo'lmasa mumkin-ku. Bitta oladigan bo'lsa, unga qarab narx o'zgaradi. Aha. Gibrid o'zini olaman degan bo'lsa, unga qarab o'tib berilaveradi. Demak, optimiga 155 million, joniga qarab narxi o'zgaraveradi. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Bemalol bejiroq xudo xolasa aloqaga chiqasiz. Magazin narx emas. Magazin narx emas, xayri bor. Savdosi kami. Savdosi bor. U haligi 155 million bo'lar degan gap emas bu. Chunki men buni to'g'risi kecha olib kelib bugun sotadigan odam emasman. To'g'ri mehnatim ketgan, vaqtim ketgan-u, lekin xayrini qilib beramiz uni. Ha, chiroyli qilib o'tib beriladi, ya. O'tib beriladi. Norozi qilinmaydi. Kelib, xohlasangiz yoki tepasida savdosini bitirsangiz bo'ladi. Ko'ngilga yoqib qolgan odam bo'lsa nima, uncha-munchasi o'tib beraveramiz, xudo xolasa. Chiroyli qilib odam bilan odam murosa qiladi. Murosa qilamiz. 155 million so'm, hurmatli obunachilar, kami ko'sti bor. Bemalol bexijolat telefon qilib ko'rishingiz mumkin. To'rtmunchasi sog', ishonchli, 100% dehqon akamizdan. Ulgurib qolasizlar. Telefon nomerlari ekran ostidagi raqamlarga raqamlarni qo'yib ketamiz. o'g'limning nomerini beraman. O'g'lim nomerini meni o'tkazib ishda olmay qolishi mumkin. 94li 195 0001 0001 raqamlarga bemalol aloqa chiqishaveradi. Telegramda ham aloqa qilsa bo'laveradi. Telegram ham bor, WhatsApp ham bor o'g'lim. WhatsApp ham bor, shunday aloqa qilish ham mumkin, telefon qilish ham mumkin. Bo'ladi. Akalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammaning chorvasiga umriga Alloh barakasini bersin. Qolgan so'ralmay qolgan ma'lumotlar bo'lsa, bemalol behijolat mana pastda raqamlarga aloqa chiqing. Savdosi bor, narx qo'yildi, savdosini chiroq qilib kam ko'sini qilib beriladi. Sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar.